oddiy ip olamiz. Oddiy ip. Mana shu ipni mana kant qilib olganmiz. 3 sm, 2 sm qilib keraklarini mana olasiz. 2 sm, 3 sm, 4 sm gacha qilib olinadi. Bu yerda hozir 3 sm kesib olganman. Va mana shu ipni mana shuni orasiga, mana orasiga qo'yib tikib olamiz. Mana shuni orasiga qo'yib tikib olamiz. Mana shuni qo'yamizda, lapkamiz mashinani zamok lapkaga almashtirib olamiz. Mashinkani mana lapka, zamok lapka. Zamok lapkaga almashtirib olib lapkasini materiali tekis qo'yamiz va tikishni boshlaymiz. Jetini chiqarib olamiz qizlar. Ana bu bir xil qo'yib olamiz. Hozir men bir qo'limda videoga olib, bir qo'limda tikib turibman. Shuni ham inobatga olasizlar, boshqalarni. Hammani ishi bor, o'zim taqmaslik ekan. Mana qizlar, sekin. Taqat tikamiz shu ipga, taqat tikamiz zamok lapkani mana. Taqat tikamiz, taqat tikasiz. Ip sindirib ketmasligi uchun. Taqat tikamiz. Mana bunaqa orasiga qo'yib tikilgan mana ko'rasizlar. Orasiga qo'yib tikilish jarayonini ham tashlayman mana. Mana shu kanti, mana tikilganini tayyorini ko'rsataman hozir sizlarga. Mana bunday tayyor bo'ladi. Buni hamma ranglarga qilishingiz mumkin. Mana ipi bor. Ipi bor. Qizil, qora, xohlagan sizga qanaqa rangda kerak bo'lsa qilib olasiz. Bu juda ham arzon va sifatli bo'ladi. Ancha bozordagilardan sifatli bo'ladi. Uni har xil ko'ylaklarga yoki xalatlarni orasiga qo'yib tikib, ana bu yerdan bemalol overlock qilib olasizlar birga qo'shib. Shuna qilib mana tekis qilib tikib olingan. Ko'ringlar, tekis qilib tikilgan. Bu qora bo'lgani uchun ozgincha nimasi bilinmaydi uncha. Lekin mana shunaqa qilib tikib olasizlar. Bu shtapl materiali, ya'ni paplen, oddiy qora paplen materialiga hozir tikyapman. Xohlagan rangingizlarda qilasizlar. Lekin albatta qizlar bu cho'ziladigan HB materiallarga bo'lmaydi. Bu faqat cho'zilishi bo'lmagan, ya'ni paplen shtapellarga qilasizlar, lekin albatta yuvilgan holatda bo'lsin. Masalan, 1 metr shtapel yoki paplen materialini olib, yuvib, quritib, ularni shunaqa tasmalarga kesib chiqib, dazmol qilib, keyin tikib olasizlar. Keragicha kesib olib, tikib olasizlar. Lekin juda ham ishingizlar chiroyli. Men hozir yoqani orasiga qo'yib tikib olaman. Tekis qo'yamiz, mana orqasida mana qancha qolayotganini ko'ringlar. 1 sm tikishaq qilib qo'yganman. Shu 1 sm asosiy mana materialimizdan 1 sm qo'yamizda olamiz. Burchagiga kelganimizda mana e'tibor beringlar, ignani uchini chiqarmasdan turib, mana ichida turibdi ignani uchi. Mana shunga ichida turibdi. Shuni sekin aylantiramizda, chiroy chiqish uchun mag'zimiz mana bu yerdan qirqib olamiz. Qirqib olib turib, mana sekin aylantirib olamiz. Yana lapkani qo'yib turib. Kesib olamiz. Ko'p kesmaymiz qizlar, ozroq kesamiz, shu burchagiga chiroy turishi uchun. Yana 1 sm qo'yib, to'g'ri tikib olamiz. Qaranglar, bunga ana bu qancha bo'lsa shuni hammasini qo'ymanglar. Chunki overlock qilganimizda yoki orasiga kesib tashlaymiz keyin buni. Siz qancha tikishaq qo'yib olgan bo'lsangiz, shuni inobatga olib tikasizlar. To'g'ri qilib tikib olgan chokimizni ustidan to'g'ri qilib tikamiz. Chokimizni ustidan tikilishiga ham e'tibor beramiz. Chok ustidan to'g'ri tikilishi kerak. Mana yoqa uchun tikib oldim. Qaranglar, aslida bu yoqaga dublerin yoki glizerin yopishtirib olsak, juda ham chiroyli chiqadi, lekin men e'tibor beringlar, hech narsa yopishtirmaganman, HB material. Chunki yoshi katta onaxonga tikyapman dedim. Kishi umuman dublerin, glizerin yopishtirilgan narsani kiya olmaydilar. Allergiya beradi tanalari. Shuni o'zini ham hozir dublerin, glizerinsiz yoqalarini chiroyli qilib, akkuratni qilib tikamiz hozir. Ko'rasizlar. Faqat videoni sekin-sekin kam-kam olib tashlayman, chunki video ko'p bo'lsa tashlab bo'lmaydi. Mana endi ikkinchisini shuni ustidan qo'yib tikib chiqamiz. Yoqani ikkinchi bo'lagi, ya'ni astar tarafi. Uni ham rostasiga rostasini qo'yib, hozir tikib chiqamiz. Shunda kantimiz orasida qoladi. Uchlariga qilib to'g'ri qilib tikib olamiz. Yana albatta zamok lapkaga tikamiz mana. Lapka, zamok lapka. Biz ulab olganmiz bitta tarafiga, mana burchaklarini ham mana ko'ringlar mana. Chiroyli qilib chiqarib olganmiz. Mana kesilgan, uchta joydan kesilsa, burchagini chiqarib olganmiz. Ana endi shunga ikkinchi tarafini ulab olamiz, ya'ni astari. Mana shunday qo'yib turib, mana tagida ham mana 1 sm ko'p emas. Tikishaqis 1 sm qo'yilgan. Mana shuni kanti ulaganimizni mana chokimiz bor, mana chok. Ana shu chok ustidan tikib chiqamiz. Bu yoqdan yoki bu tarafga qadab tiksak, ip ustiga chiqib ketadi. Bu yoqdan tiksak, chokimiz ko'rinib qoladi, xunuk bo'ladi. Shuning uchun shu chokni to'g'ri tikib, shu chokni ustidan tikib chiqamiz. Shunga e'tibor bilan tikasizlar. Ustidan tikib chiqamiz. Tayyor. Dazmol qilinmagan hali, lekin mana burchaklarga e'tibor beringlar. Tekis chiqdi. Dazmol qilamiz yana. Tekis chiroyli chiqadi. Hozir buni dazmol qilib, keyin ulaymiz. Bu jarayonlarni ham ko'rsataman hozir.